Mana do'stlar, bugungi mana lola sayrimizga shuncha odam yig'ildi. Odam haddan ziyod ko'p. Juda ham. Mana shunday qizim bo'ladi mana. Tishlarini qarang, tishi ham yo'q. Tish yo'q. Shunday qizim bo'ladi mana. Mana bugungi shu lola sayrimizga shu darajada odam ko'p kelganki, nariyog'i yo'q. Mana bu tomonlarda ham ketyapti odamlar, mana ko'ringlar. Shu tomonda orqasi ham to'la odam, to'la lola do'stlar. Mana odam. Varraylar. To'plarda futbollar o'ynashyapti. Hamma narsalar bo'lyapti mana. Shu yerda men o'g'limni yo'qotib qo'ydim. Shuncha odamning ichidan mana o'g'limni oqtarib yuribman. Shu tomonda ham o'ta ko'p odamlar. O'sha. Mana bizni polvon mashina yotibgan mana. Bu bizni o'g'iltoyimiz bo'ladi. O'g'lim, sizni men oqtarib charchab ketdim. Buncha lolalar ichidan. Lolalar bilan gaplashib o'tibsizmi? Lolalar bilan gaplashib bo'lmaydi-ku, o'g'lim. Siz gaplashga tilini topdingizmi siz? Mana deysiz. 100 kilometr yo'llar bosib keldik-a. Bu joylarga mana. Mana do'stlar, bu yog'i ham shu darajada ketgan, shu tomonlarga qarab. Mana. Shunday ketgan mana. Bu tomonimizda ham mana sizlarga ko'rsatay. Lolalarimiz shu tomonlarda ham mana haddan ziyod ko'p. Mana lolalarimiz. Odamlar o'ta ham ko'p, mashinalarda ham, mashina orqasi to'la odam. Kelaverasizlar do'stlar.